lekin reyestrdan chiqarishni juda oson yo'lini bilaman. Bugun sizlar bilan o'sha narsani baham ko'raman. Assalomu alaykum qadrli musofirlarim. Bugun reyestr haqida ozroq ma'lumot beraman. Reyestrga qanaqa tushganingiz, nima qilib tushiladi, qanaqa bo'ladi, u narsani bilmayman, lekin reyestrdan chiqarishni juda oson yo'lini bilaman. Bugun sizlar bilan o'sha narsani baham ko'raman. Menga недавно bitta opa iz O'zbekistondan telefon qildilar-da, короче, bednyashka ana работает, короче, уборщицani. Просто уборщицalik qilar ekanlar shu yerda, o'g'illarini o'qishga kirgizgan ekanlar. O'g'illari 18 yoshda ekan. O'g'illarini birinchi to'lov 150 ming qilingan, skoro уже ikkinchi to'lov qilish kerak 150 ming, lekin bola reyestrda. Opa menga telefon qilib yordam so'radilar. O'shandan keyin men bu informatsiyani yig'ishni boshladim. Hamma sabablarini ko'rib chiqdim, muammolarni ko'rib chiqdim. Qanaqa qilib yechimini topsa bo'ladi, yechimini men topdim. U opa bilan birga borib, biz uni yechimini topdik. Opani o'g'lini reyestrdan chiqardik. Sizga hozir buni tez aytib beraman, qanaqa bo'lganini. Siz ham o'sha narsa bilan o'zingizni reyestrdan chiqarsangiz bo'ladi. Ne надо panikovать, не надо нервничать. Вообще o'zingizlarni spokойно hal qilsanglar bo'ladigan muammo bu. U nerva qilib, kimdirlar pul to'lamaylar. U opaga bitta Moskvalik bola telefon qilib 27 ming pul so'ragan reyestrdan chiqarish uchun. O'shandan keyin meni nerva qilib, o'zim lично borib, hamma narsaga yugurib, topib yechimini reyestrdan chiqardik. Получается, muammolarning yechimi одно и то же. Отделениyaga borishingiz kerak. Отделение, полицейский, o'zingizning rayoningizga, registratsiya bo'lgan joyga borasiz. O'zingizning registratsiyangiz, patentingiz bazada bo'lishi kerak. Hamma narsa ideal bo'lgandan keyin bazaga olib borasiz. Ko'rsatasiz, что siz o'zingizda legalizatsiya qildingiz. Siz законный Rossiya territoriyasida naходитесь qilyapsiz. Получается, sizda registratsiya bor, patent bor. Если patent bo'lmasa ham ничего не страшно. Kirdi chiqdi qilasiz, registratsiya qilasiz. Registratsiya bazada bo'lishi kerak обязательно. Bazada bo'lgandan keyin siz qo'rqmasdan отделениyaga bora olasiz. Отделениyaga kunida 2 soat или 1 soat, kuniga 1 soat или 2 soat qabul qiladi. Unaqa reyestr bo'yicha отдельный o'zining kommunitasi bor, kiradi, sizni ko'radi, hamma dalilingiz yaxshi bo'lsa, sizni reyestrdan chiqaradi, ikkinchi kun sizga aytadi. O'sha kun aytadi, agar ertaga ham tekshirib o'zingni, agar bazadan chiqsang, yana reyestr bo'ladigan bo'lsa, qaytib kel, yana chiqaramiz deydi. Agar erta bu kunisi siz bazaga, yana reyestrga bo'lmasangiz, все, siz ozodsiz. Sizda hech qanaqa reyestr yo'q. Вот именно. Pul to'lamaylar, nerva qilmaylar, o'zinglarni spokойно qilib hamma ishni hal qilsanglar bo'ladi. Ruschani bilmasangiz, ruschani biladigan inson bilan borsangiz bo'ladi отделениyaga. No главныйsi legalizatsiya qilinglar o'zinglarni. Kirdi chiqdi qilinglar, registratsiya qilinglar. Registratsiya bazada bo'lsa, patentinglar bo'lsa, просто spokойно qo'rqmasdan отделениyaga boringlar. Bo'ldi. Oson.